Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, bugun sizlar bilan HTMLni Xudo xolasa boshidan oxirigacha o'tamiz. Xo'p, o'tgan darsda bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Qanaqa qilib men Visual Studio Code'ni kattartirdim, kichraytirdim. Buni sizlarga o'rgatish esimdan chiqibdi. Agar sizlar Mac'da bo'lsanglar, command bilan plus minus bosib razmerni o'zgartirishinglar mumkin. Agar sizlar Windowsda bo'lsanglar, Ctrl bilan bosib turib, plusni yoki minusni bosib o'zgartirishinglar mumkin bo'ladi. Shunaqa qilib. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Xo'p, har bitta insonni boshi bor, tanasi bor, to'g'rimi? Xo'p, biz HTML yozayotganda ham boshini yozishimiz kerak, tanasini yozishimiz kerak. Ungacham unga versiya berishimiz kerak. Biz hozir sizlar bilan HTMLni 5-versiyasi, ya'ni oxirgi versiyasini o'tamiz. Xo'p, mana bu yoqdan deylik, masalan, yozishim mumkin HTML versions list yozsam. Xo'p, internetimiz o'chib qolibdi. Hozir internetni yoqib yuborishimiz kerak. Xo'p, Wi-Fi'miz o'chib qolibdi. Buni yoqamiz. Xo'p, bitta refresh qilamiz. Ko'rib turganinglardek, bu yoqda HTML2 5 har xil versiyalari bor. Xo'p, mana bu yoqda 5 bor. Eng oxirgi versiya 5 hisoblanadi. Bu 2014-yilda chiqqan. 2014-yilda HTMLni oxirgi versiyasi, ya'ni 5-versiyasi chiqqan. Undan keyin hali versiya chiqqani yo'q. Xo'p, nima qilamiz bu yoqda? Birinchi bo'lib versiyani bildirishimiz kerak. Qanaqa bildiramiz? Uning uchun angle brackets, ya'ni mana bu burchakli qavsimizni ochib turib, undov qo'yib doc type deb yozishimiz kerak bo'ladi. Faqat katta harflar bilan doc type deb yozishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin HTML deb yopishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda sizlar e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Undov bilan boshlayapmiz, keyin hammasini katta harf bilan yozyapmiz. Faqatgina buni HTML da kichkina yozishimiz kerak. Keyin bu yopilmayapti. Bunaqa qilib yopmayapmiz. Nima uchun? Bu prosta versiyasini bildirish uchun. Bu ya'ni 5-versiya xuddi shunaqa qilib belgilanadi. Men ham o'zim boshida o'rganayotganimda hayron bo'lganman. Qani bu yoqda 5 degan raqamni ko'rmayapman deb. Lekin o'zi nima qilamiz? Taqdirga tan beramiz, shunaqa qilib o'rganamiz. Mana shu narsani har doim yozishinglar kerak bo'ladi, chunki bu versiyani shu brauzer bilish kerak. Qaysi versiyada bu HTML kod yozilyapti, yozilmayapti, o'shani bilish kerak bo'ladi brauzer. Xo'p, ana endi o'zimizning HTMLimizni yozamiz. Xo'p, bu yoqqa HTML deb yozib enter bosaman. Keyin nima qilamiz? Bu butun bu root, ya'ni ildiz hisoblanadi. Asosiy qismi, ya'ni butun qismini kontentimiz bo'ladimi, o'sha veb-saytda nima bo'lsa, hammasini o'z ichiga oladigan qism bu HTML qismi hisoblanadi. Bu o'zini ichiga bir nechta taglarni oladi. Birinchi tagimiz nima? Head. Head nima degani? Bosh degani, to'g'rimi? Head ichida biza ko'p narsa yozishimiz mumkin. Masalan, birinchi yozadigan narsamiz title. Xo'p, buni bundoq qilib show preview qilib qo'yaman. Ozgina kichraytiraman. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda index.html turibdi. Xo'p, bu yoqqa men yozishim mumkin. Mening birinchi saytim deylik, qisqaroq. Saqlanib qilaman. Ko'rib turganingizdek, mana bu yoqda, ya'ni brauzer tepasida chiqib turadi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, mening birinchi saytim deyapti. Xo'p, ana endi buni live serverda ochib olsak ham bo'ladi. Tak, hop. Biz anaqada ochishimiz kerak. Bu yoqda ochishimiz kerak. Tak. Mana ko'rib turganingizdek, tepada mening birinchi saytim. Agar men bu yoqdan google.com ga boradigan bo'lsam, bu Google deydi. Yoki Airbnb ning saytiga kiradigan bo'lsam, bu yoqda ko'rib turganingizdek, Airbnb keyin davomida o'sha mana shu page haqidagi page nomi yoziladi bu yoqda. O'shaning uchun agar men bu yoqga
abdulboriy.uz qilib yozadigan bo'lsam, bu mana veb saytimni ochadi va tepada mana ismim chiqib keladi. Ko'rib turganingizdek, Abdulboriy Malikov, web developer, ya'ni web dasturchi deb. Ya'ni qaytadigan bo'lsak, kodiga head yozib, head ichida title yozadigan bo'lsanglar, ya'ni title ichidagi text bu saytni nomi bo'lar ekan, ya'ni boshini ichida peshonasiga nomini yozib qo'yibsizlar. Soddaroq qilib aytganda, bu peshonasiga yozib qo'yilgan nomi. Xo'p, nimalar bor? Endi bosh bo'lgandan keyin tana bo'lishi kerak. Tana ingliz tilida nima deyiladi? Body deyiladi, to'g'rimi? Body deb yozamiz bu yoqqa. Ana endi bodyning ichiga bizda H1 enter bosaman. Endi bu yoqqa sarfloha, ya'ni header. Ya'ni ingliz tilida, bu o'zbek tilida ko'rib turganingizdek. Xo'p, ya'ni bu qism qaysi qism? Mana bu qism, ya'ni ko'rib turganingizlar polni ichki qismi nimada yozilyapti? Bodyning ichida yozilyapti. Title head ichida yozilyapti. Head bu yoqda ekan. Ya'ni bosh qismi bu tana qismi bo'ldi. Xo'p, bizda necha xil anaqa headinglarimiz bor, necha xil H1'imiz bor, H2 bor. Buni yozaman bu yerda. Ko'rib turganingizdek bu H2. Mana yozamiz. Heading2 deymiz. Copy paste qilaman. Endi keyin bu yoqqa 3 yozaman. Keyin bu yoqqa ham 3 yozaman. Ko'rib turganingizdek razmeri katta, kattadan keyin kichkina, kichkinadan keyin yana kichkina, kichrayib ketyapti mana. Bu yerda asosiy anaqa brauzerda ko'rsak, mana ko'rib turganingizdek razmerlari o'zgarib ketyapti. Xo'p, mana yozishim mumkin, yana H4 yozishim mumkin. Yana bu yoqqa yozamiz. Heading 4. Ko'rib turganingizdek bunisi undan ham kichkina. Yana bitta copy paste qilamizda. Keyin buni 5 ga o'girishimiz mumkin. Bunisini 5 qilaman. Buni ichini ham 5 qilaman. Bu yanada kichrayib ketadi. Yana bitta yozishim mumkin. H6. H6da nima bo'lishi mumkin? Yana heading masalan 6 deb qo'yamiz. Bu undan ham kichrayib ketdi. Xo'p. Bularni qanaqa ishlatamiz, qachon ishlatamiz degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Xo'p, buni qayerda ishlatamiz? Birinchi, har bitta saytda, har bitta masalan index.html bo'ladigan bo'lsa, bu saytda bir dona H1 ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bittadan ko'p ishlatsanglar ham bo'ladi. Lekin bu qonun qoidani, ya'ni best practice buzadi. Ya'ni har bittasini o'zini vazifasi bor. Mana sizlarga hozir bitta veb saytni ko'rsataman. Men bu yoqqa HTML deb yozaman. Versionalist emas, HTML o'zini yozamiz. Keyin W3 schools chiqadi. HTML tutorials kiramiz. Keyin bu yerda mana headings ko'rsak, tak. Mana bu yerda headings bo'lsa, ko'rib turganingizdek 6 ta aytyapti. Bular headings, HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. Ya'ni sarlavhalar bo'lishi mumkin, ya'ni shunaqa ketma-ket tartibda. Bu eng asosiysi, undan kichkinasi, undan kichkinasi, undan kichkinasi va hokazo. Xo'p, mana bu yerda ham aytyapti, H1 heading should be used for main headings, followed by H2 headings, then less important H3 and so on. Ya'ni H1'imiz eng asosiysi, undan keyin men aytgan narsa, ya'ni ikkinchisi keladi yoki undan keyin uchinchisi keladi va hokazo bo'lishi mumkin. Xo'p, aytyapti, use HTML headings for headings only. Don't use headings to make text big or bold. Ya'ni bu asosiy narsa. Mana bu yerda bold degani qalinligi. Ya'ni qalin bo'lishi uchun, kattaroq bo'lishi uchun sizlar H1 ni ishlatib tashamanglar. Buni o'zini vazifasi bor deyapti. Ya'ni vazifasi, tasavvur qilinglar, bitta blog bor. Xo'p, bu yerda yozamiz. Deylik, xo'p, mana saytimda ham blog bo'lishi kerak. Xo'p, deylik, mana men bu yerda Vite va React.js yaratish.
Xo'p, bu hozir ishlamayapti ekan. Men nimagadir ishlamayapti. Buni keyingi darsda ko'ramiz. Tak deylik. Deylik, website. Bundoq qilamiz. Keyin masalan deylik, Lovita saytiga kirdik. Mana shu H1 bo'lishi kerak. Nima uchun H1? Chunki bu asosiy tekst. Yoki birorta bir blog yozishimiz mumkin. Asosiy blog deb yozaylik. Qidirgan paytda bor narsa ham chiqmaydi. Medium degan sayt bor. Bu blog veb-sayt. Mana bu yerga kirishimiz mumkin. Xo'p, tak, our story deyapti. Mana ko'rib turganingizda, mana bu H1 da yozilgan. Buni qanaqa ko'rishimiz mumkin? Buni masalan inspect qilamiz. Keyin bundoq olib kelamanda, buni belgilayman. Bu hozir H2 da yozilgan ekan. Hayronman, lekin bu H1 da yozilishi kerak edi. Tak, bu boshqada. Mayli. O'zi aslida mana bu yerda ham aytyapti, asosiy sarlavha, ya'ni asosiy sarlavhamiz H1 da yozilishi kerak. Undan keyingisi H2 da yozilishi kerak ekan. Shunga amal qilamiz. Ya'ni razmerni, tekst razmerini bunga qarab o'zgartirmaymiz. Buni o'z razmeri shundan o'zgaryapti, lekin biz dizayn uchun CSS dan foydalanishimiz kerak. Bularning o'ziga yarasha vazifasi bor. Xo'p, ana endi nimaga o'tamiz? Buni o'chirib turamiz. Xo'p, bu yerda bizning p tagimiz bor. Buni kommentariyaga olishimiz mumkin. Kommentariya nima? Ya'ni kommentga olishimiz mumkin. Hammasini belgilab turib, control yoki command bilan slash bossak, ya'ni drop bossak, buni olib tashlaydi. Bu kodimizda qoladi, lekin buni kompyuter o'qiyotgan paytda ignore qiladi. Ya'ni bunga qaramaydi. Buni kod deb hisoblamaydi. Bu prosta o'zingiz uchun qanaqadir not qilib eslatma qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Men bu yoqqa yozaman. Tak, headings deymanda. Buni bundoq olib qo'yaman, sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p, ana endi paragraflarni o'tamiz. Bu nima? Tak, paragraphs. Xo'p, biz p tagini ishlatamiz paragraf uchun, ya'ni bu yerda yozishimiz mumkin. Lorem deb turib enter bossak, o'zi tekst yozib beradi. Xo'p, kelinglar mana shuni live previewni o'chirib qo'yaylik. Faqat brauzer ishlatamiz. Mana ko'rib turganingizda p nima? Bu paragraf. Ya'ni bu buni ichida masalan H1 yozishingiz mumkin. Tak, HTML heading bu bo'lsa, mana bu biror bir matnni sarlavhasi, bu matnni ya'ni tanasi, body'si. Ya'ni ichidagi content hisoblanadi. Paragraf o'shaning uchun ishlatiladi. Xo'p, tak, ana endi nima bo'lishi mumkin? Bundan keyin biz sizlar bilan image, ya'ni saytga qanaqa qilib rasm joylashni o'rganamiz. Uning uchun biz img deb turib enter bossak, bu bizga ikkita g'alatiroq narsani qo'shib beradi. Bu g'alati narsalarni sizlar shu paytgacha ko'rmagansizlar. Bu attribute, ya'ni xususiyat deyiladi. Xo'p, biz boraylik. Men veb-saytni ochaman. Unsplash degan veb-sayt bor. Buni ochamiz. Bu yerda rasmlarni bepulga olib ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, men wallpapers bossam, mana bu yerda ko'rsatyapti. Har xil wallpaperslar bor. Deylik, buni bosdim. Mana endi buni skachat qilib olmoqchiman. Bu nima deyapti? Download qilish uchun. Bu pulli rasm ekan. Juda pulli qilib qo'yishibdi. Ya'ni ham belgini qo'yib qo'yganimcha pulli bo'lsa kerak. Buni skachat qilamiz. Mana bu free ekan. Buni bosib turib, bu yerdan size-ni belgilasanglar bo'ladi. Deylik, mediumini skachat qilamiz. Bu skachat bo'ldi. Buni tortamanda Explorer'ni ochib turib, bu yoqqa tashlayman. Kelinglar, nomini o'zgartiramiz. Nomini deylik osonroq bo'lishi uchun image deb qo'ydim. Endi shu rasmni qanaqa qilib biz veb-saytimizda chiqarishimiz mumkin bu yerda? Bu juda ham oson. Xo'p, image yozganingizda bunaqa xususiyat, ya'ni source
Man src degani source degani. Source degani bu manba degani. Yozib ketaman bu yoqqa. src bu manba. Yana soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, o'sha resurs. Ya'ni bu yerda biz nimani berishimiz kerak? Resurs turgan joyi berishimiz kerak. Uning uchun men nuqta yozaman, keyin buni yozaman, keyin bu yerdan image.jpg. Biz mana shu rasmni ishlatmoqchimizmi? O'shaning uchun shu rasmni yozaman. Keyin saqlanib qilamiz. Ko'rib turganingizdek rasm juda katta bo'lib ketdi. Chunki rasmimiz o'zi katta edi. Buni nima qilamiz? Biz bunga enini, bo'yini bersak bo'ladi. Eni shuncha, bo'yi shuncha deb bersak bo'ladi. Yozamiz width deymiz. Width degani eni degani bilmaganlar uchun. Xo'p, width ga yozishimiz mumkin. Deylik 300 piksel. Piksel bu o'lchov birligi hisoblanadi. 300 piksel yozdim. Ko'rib turganingizdek rasmimiz kichraydi. Mana ko'rib turganingizdek rasmimiz 300 pikselga kichraydi. Xo'p, deylik. Bu alt nima uchun? Alternative degani. Ya'ni bu yerda buni vazifalari ko'p. Ya'ni qanaqa vazifalar bor? Birinchi o'rinda agar rasmimiz ya'ni backenddan, serverdan kelmay qolsa, mabodo o'chib ketgan bo'lsa ba'zidan, deylik men bunaqa oxiriga s qo'shib qo'ydim, saqlanib qildim. Ko'rib turganingizdek rasmimiz yo'q, chunki bizda bu rasm joyi noto'g'ri belgilangan yoki kelmayapti. Bizda alt yo'q. Alt ichiga biz yozishimiz mumkin gulning rasmi. Yozib qo'ydim, saqlanib qildim. Ko'rib turganingizdek nima deyapti? Rasm yo'q, gulning rasmi, ya'ni biz yozgan narsa chiqyapti. Rasmga bu ta'rif beryapti, description. Biz faqat o'zimizni nima deydi, sayt yasayotganimizda faqat o'zimizni o'ylashimiz kerak emas. Ya'ni o'zimiz sog'lom bo'lishimiz mumkin, ko'zimiz ko'rishi mumkin, Xudoga shukr. Quloqimiz eshitishi mumkin va hokazo narsalar bo'lishi mumkin. Hamma nima deydi, ko'rish imkoniyati bor, eshitish imkoniyati bor. Lekin hammada ham emas. Deylik, ko'zi ojiz odamlar siz saytingizni ishlatayotganda ular ko'zi ko'rmaydi, lekin qulog'i eshitadi, to'g'rimi? Bunda buni berganingizda, ya'ni bu nima deydi? Ularning o'zini device'lari bor, ya'ni apparatlari bor ko'zi ojizlar uchun. Ular o'sha veb saytga kirgan paytda, qo'li bilan tekkan paytda mana bu rasmni ustiga teksa, ya'ni buni ichidagi tekstni o'qib beradi. Ya'ni ular gulning rasmi desa, ha, bu gul rasmiy ekan deb tushunadi. O'shaning uchun bu narsani berishinglar kerak bo'ladi. Bu accessibility deydi. Ya'ni hamma uchun saytinglar birday ishlab berish kerak. Ko'zi ojizga ham, ko'zi ojiz bo'lmagan odamga ham hammaga bir xil ishlash kerak bo'ladi. O'shaning uchun buni men o'chirib qo'yaman. O'chirsam mana rasmimiz qayta paydo bo'ldi. Xo'p, rasm qo'yishni o'rgandik. Ana endi nimani o'rganamiz? Biz videolarni o'rganamiz. Xo'p, bu yerdan men HTML video deb yozaman. Endi mana bu yerdan ochib ko'rsatadi. Tak, oson varianti shu. Ko'rib turganingizdek bu yerda videoni qo'ysa bo'ladi. Qanaqa qilib shunaqa videoni qo'ysak bo'ladi biza? Qanaqa qilib qo'yamiz? Eng oson yo'llarini ko'rsataman. Birinchi o'rinda bizga video kerak bo'ladi, qanaqadir video. Xo'p, videoni qayerdan skachat qilib olishimiz mumkin? Download videos. Deylik, xo'p, o'zimizning eski videoni ishlatamiz. O'tgan darsdagi videoni ishlatamiz. Hozir bu yerdan videoni skachat qilaman desam, juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun nima qilamiz? O'zimizning videoni ishlatamiz. Xo'p, bu yerdan deylik, bizning birinchi kompyuter sozlash degan videomiz bordi. Xo'p, nima qilaman? Buni tortamanda bu yoqqa qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, kopiya bo'ldi. Bizani anaqa kopiya qilib, ya'ni nusxalandi. Bu ochaman deyapti, ochish shart emas. Chunki videoni video ko'rinishida ocha olmaydi. Bu tekst ko'rinishida ochmoqchi bo'ladi. O'shaning uchun bizga shart emas. Xo'p, ana endi rasmni kommentariyaga olib turaman, ya'ni kommentga olib turaman. Kommentariya desam boshqacharoq ishlatyapti. O'shani komment uraman, o'rgangan yo'lim bo'yicha. Endi bu yerda video deb yozaman. Video deb enterni bosadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek bu
source deb ko'rsatyapti. Ana endi nima deymiz? Ya'ni har doimgidek nuqta slash qilib turib kompyuterimizni dasturlashga sozlash. Nuqta move deyapti. Saqlanib qilamiz. Endi ochamiz. Ko'rib turganlaridek bu ham juda ham katta bo'lib ketdi. Nima qilishimiz kerak? Bunga ham biz width bersak bo'ladi. Qanaqa qilib beramiz? Width deymiz, deylik 100% deymiz. Saqlanib qilamiz. Boramiz. Refresh qilsak, mana ko'rib turganlaridek widthimiz 100% bo'ldi. Deylik bunga 100% sal ko'plik qilyapti, 90% deylik. Ko'rib turganlaridek mana 90% bo'ldi. Lekin videomizni qo'yib bo'lmayapti. Bu rasmga o'xshab turibdi, lekin bu aslida rasm emas, bu aslida video. Faqat bizda controllerslar yo'q, ya'ni kontrol qiladigan buttonlarimiz yo'q. Ya'ni qo'yadigan, pauza qiladigan, ovoz baland past qiladigan narsalar yo'q. Deylik, bu yoqqa men yozishim mumkin. Controls deb yozaman. Keyin saqlanib qilaman. Ko'rib turganinglardek, bizda pastda mana videoni qo'yish uchun, keyin ovoz baland past qilish uchun, to'liq ekranga o'tish uchun, ya'ni keyin bu yoqda download qilish uchun, tezligini o'zgartirish va hokazo narsalar qo'shiladi. Bu brauzerga qarab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Borishim mumkin. Bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, keyin yana bitta narsa. Buni olib turib, o'chirib turib, auto play degani bor. Auto play qo'yib qo'ysanglar, bu avtomatik videoni qo'yib yuboradi. Assalomu alaykum. Ya'ni shu saytga kirgandan keyin avtomatik video qo'yilib ketadi. Tak, bu yaxshi narsa emas. Xohlasanglar control yoqib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar o'chirib qo'yib, o'sha auto play yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin yana nima bor? Video masalan davom etyapti. Oxiriga keldik. Hammaga rahmat kattakon. To'xtadi, to'g'rimi? Keyin bu yoqda yana bitta narsa bor. Bizda loop degan narsa bor. Loop ko'pchilik bilishi mumkin yoki bilmasligi mumkin. Loop degani qaytarilish, takrorlanish, aylanish degani. Bu nima qilib beradi? Video oxiriga keladi. Unutmang, hammaga rahmat kattakon. Keyin yana boshidan qo'yilishi boshlaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Inshaalloh. Tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, bu birinchi usuli edi. Videoni qo'yishi, ikkinchi usulini ko'rsataman sizlarga. Buni kommentga olib turaman-da. Ikkinchi usuli bu yoqda ko'rsatilgan. Xo'p, nima deyapti? Buni kopiya qilaman. Tak, bu yoqqa qo'yamiz. Tak, qo'ydim. Tak, qo'ydim. Bu ham xuddi shunaqa video ochyapti. Width beryapti, height degani balandligini beryapti. Keyin controls deyapti. Controls bildik, bilamiz, qo'shyapti. Source alohida beryapti. Biz nima qildik? Source videoni o'ziga berdik bu yoqda mana. Bular alohida qilyapti. Ya'ni ovoziga alohida, bunga alohida. Xo'p, o'chirib turib, deylik bu yoqqa source ga nima deymiz? Nuqta bunaqa turibdi. Qani bitta tekshirib ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? Ko'rib turganingizda video bu yoqda qo'yilyapti. Buni bosaman ustiga. Keyin bu yoqda type'ini beryapti. Masalan, bizda type MP4 emas, bizda MOV. Ko'rib turganingizda kashasi chiqyapti. Men umrim davomida bunaqa usul deyarli ishlatmaganman. Lekin dokumentatsiya bo'yicha men sizlarga shuni ko'rsatyapman, shunaqa. Men sizlarga maslahat beraman, asosan nima deydi? Mana shu usulni ishlatishinglarni maslahat beraman, soddaroq, kamroq kod yozasizlar, lekin nima deydi? O'sha chiqarmoqchi bo'lgan narsalarni hammasi ishlaydi. Hozir bu yerda bu type bunaqa bo'lgan bilan bu yerda move qilsak bo'lmayapti. Buni MP4 qilsanglar ishlaydi. Lekin bu yaxshi usul emas, chunki bunimiz formati aslida MOV formatda, bu MP4 deb aldayapmiz. Aldamasligimiz kerak. Iloji boricha kommentariyaga olamiz buni. Xo'p, ana endi nimani o'tamiz? Sizlar bilan listlarni o'tamiz. Xo'p, deylik, nima listlar bor bizda? Xo'p, list o'zi nima desanglar, list sodda. Masalan, siz uyga bozor qilmoqchisiz. Bozordan nimalar olmoqchisiz ro'zg'orga, shularni spiskasi, ya'ni lista yozish kerak. Uning uchun biz UL deymiz. UL ichiga LI deymiz.
Endi buni ichiga yozaman. Masalan, non copy paste qilaman. Sabzi masalan, kartoshka saqlanib qilaman. Endi ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, men kattalashtiraman. Bu shunaqa holatda, ya'ni list holatda ko'rsatyapti. Ana endi UL nima, li nima tushuntirib beraman. UL nima? UL degani bu yerda komment yozamiz. Unordered list. Ya'ni tartibsiz list. Yana soddaroq qiladigan bo'lsa, raqamsiz. Yaxshi. Ana endi mana shuni hammasini kopiya qilaman-da. Bu yoqqa qo'yib, buni UL o'rniga nima deyman? OL deyman. Buni kopiya qilib tashlaymiz. Bu nima bo'ladi deb bo'lsa, bu unordered emas, bu ordered. Ya'ni tartibsiz emas, tartibli list. Raqamsiz emas, raqamli list. Ya'ni ochib ko'radigan bo'lsak, bunda nuqtalar qo'yilgan bo'lsa, bunda raqam o'zi avtomatik qo'yyapti. Ya'ni har doim list create qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar UL, OL qilib mana bunaqa ichiga li berishinglar kerak bo'ladi. Buni xohlaganingizcha bersanglar bo'ladi. Soddaroq qilib aytganda, mana shu narsalar. Xo'p, ana endi yana nimalar bor bizda? O'tishimiz kerak bo'lgan narsa, rasmni o'tdik, paragraflarni o'tdik. Endi deylik, sizlarda paragraflar bor. Bu yoqqa yozaman. Lorem yozdim. Keyin buni davomidan yana bitta lorem qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, ikkita o'rtasida joy bor, to'g'rimi? Sizlar mana shu o'rtadan bitta chiziq o'tkazmoqchisizlar. Qanaqa qilib o'tkazasizlar? Xo'p, bu chiziq o'tkazish uchun biz bu yerda HR deymiz. Tak, HR deb yozaman, saqlanib qilaman. Ko'rib turganingizdek, chiziq chizib berdi. Endi bu HR o'zi nima degani? HR degani bu yerda kommentariyani ichiga yozib ketaman. Horizontal line. Ingliz tilini bilish kerak, ko'rdinglarmi? Ko'p foyda beradi. Horizontal line degani, ya'ni gorizontal chiziq degani. Chiziq. Ko'rdinglarmi? Gorizontal chiziq. Ana endi sizlarga savol. Erta kitob o'qigansizlar, erta kitob o'qiganingizda birinchi harfi yoki birinchi so'zi boshqacharoq bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni buni qanaqa qilamiz? Deylik, mana bu paragraf ichida mana shuni biz kattartirmoqchimiz. Buning uchun biz span degan element bor. Span yozamiz. Spanning ichiga o'sha so'zni qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, hech narsa o'zgargani yo'q. Biz spanga dizayn berishimiz mumkin. Style deb yozamiz. Buning ichiga masalan font size masalan deylik 50 piksel saqlanib qilaman. Ko'rib turganingizdek, mana bu so'zimiz juda kattarib ketdi. Agar buni faqatgina harf kattarishni xohlasak, bunaqa qilamiz. O'shanda lorem bo'ldi. Xo'p, bu dizayn berishi sodda usuli. Buni CSSda biz chuqurroq o'tamiz. Sizlarga tushunishinglar kerak bo'lganligi uchun span qanaqa ishlashini bildirish uchun shunaqa yozdim. Xo'p, buni dokumentimizni formatlab olamiz. Xo'p, formatladik. Bu formatlash uchun biz yana bitta extension uстановка qilishimiz kerak. Men allaqachon uстановка qilganman. Siz prettier degan extension uстановка qilishingiz kerak. Sal kichraytiraman, buni tortaman. Mana shuni uстановка qilishingiz kerak bo'ladi. Men allaqachon uстановка qilganman. Keyin bu yozgan kodlaringizni tartibli qilib beradi. Ko'rsangiz, mana bitta qatorda span hammasini o'qishga oson qilib tartiblab beradi. Xo'p. Biz nimalarni o'tdik? Heading o'tdik, video, image, listlarni o'tdik, horizontal line o'tdik. Xo'p, spanni o'tdik. Aytaylik, mana bu lorem birinchi qatorda bo'lsin. Keyin ikkinchi qatorda nima bo'lsin? Qolgan so'zlar ikkinchi qatorda bo'lsin. Buni qanaqa qilib bo'lamiz? Buni qanaqa bo'lishimiz kerak? BR degani bor, break, ya'ni sindirish degani. Break. Buni yozdim, BR ni qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, lorem bitta qatorda o'tdi, qolgani keyingi qatordan boshlanyapti. Agar shunaqa sizlar ham paragraf yoki tekstlar bo'lmoqchi bo'lsanglar,
keyingi qatorga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, o'sha bo'lmoqchi bo'lgan joylarga BR berib ketsanglar, ya'ni tekstni bo'lib beradi. Yana qanaqa tekstlarimiz bor bizada? Xo'p, deylik, xo'sh. HTML, sub and sub. Buni ochamiz. Bu ham zo'r narsa. Superscript degan narsa bor bizada. Bu nima narsa? Super degani sub degani ustida degani. Ya'ni yozishimiz mumkin. Bu yoqqa h2o degan anaqamiz bor edi, to'g'rimi? Bizada elementimiz bor. Deylik, h2o deb yozaylik, chiqib keladi. Qanaqa yozilyapti? Mana rasmni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, mana ikki pastda biz qanaqa qilib shunaqa yozishimiz mumkin. Bu yerda yozishimiz mumkin bunaqa. Masalan, hash, buni paragrafda yozaman. Hash yozdim, endi bu yoqqa sub yozaman. Sub degan past degani. Agar Mortal Kombat ko'rgan bo'lsanglar, masalan, Sub Zero degan qahramon bor u yoqda. Mana bu yigitcha, ya'ni bu muzlagan bo'ladi, to'g'rimi? Muz bilan urushadi. Muz qachon muzlaydi? Zero, ya'ni 0 dan pastga tushganda. Sub Zero ning ma'nosi 0 dan pastda, ya'ni minus degree. Ya'ni o'sha minus daraja deganida. Minus darajada muzlab ketadi hamma narsa. O'shaning uchun. Xo'p, esingizda qoladi degan umiddaman. Xo'p, bu yerda mana sub deb yozdimda, enter bosaman. Bu yoqqa 2 ni yozaman. Keyin bu yoqqa o harfini yozaman. O'shanda mana saqlanib qildim. Ko'rganinglardek, qani bizani anaqamiz. Mana bu yerda mana h2o. O harfimiz kichkina bo'lganligi uchun sizga oddiy ko'rinyapti mana. h2o ko'rdinglarmi? Zo'r. Ana endi bu tekstni qanaqa qilib tepaga yozishimiz mumkin? Masalan, deylik 2 ni darajasi, 2 ni kvadrati nechiga teng? Yozaman bu yerda paragraf. Deylik 2. Keyin bu yoqqa nima deb yozaman? Sub b bilan bo'lsa, past bo'lsa super, superior deydan tepa degani eng o'shandan olingan bu ham. Sub deb yozaman-da, enter bosib turib, bu yoqqa deylik 2 ni ikkinchi darajasi. Ya'ni 2 ni kvadrati. Nechiga teng? Bu 4 ga teng bo'ladi. Saqlanib qilaman. Ko'rib turganingizdek 2 ni ikkinchi darajasi 4 ga teng. Sizlar pastga ham, tepaga ham yozishni o'rgandinglar. Xo'p, buni ham o'chirdik. Buni o'rgandik. Qanaqa qilib ishlashni. Xo'p, tekstlar bilan ishlash asosan shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi nimalarni o'tamiz? Masalan, biz deylik bu yoqdan incognito ochib olaman. Incognitodan YouTube ga kiraman, to'g'rimi? YouTube ga kirdim. Bu yerda har xil videolar chiqishi mumkin. Deylik, bu yerdan deylik yozaylik Nissan GTR. Qidiraman. Deylik mana shu videoni olmoqchiman. Birorta bir videoni olmoqchiman. Qanaqa qilib buni o'zimizning veb-saytimizga qo'ysak bo'ladi? Buning uchun share tugmasini bosasizlar. Keyin bu yerda embed deb bosamiz. Keyin bu yerda bizga kod beradi. Bu kodni copy qilaman. Keyin pastroqdan bu yoqqa qo'yamiz. Saqlanib qilamiz. Ko'rib turganingizdek prettier to'g'rilab berdi, chiroyli qilib. Width'ini berdi, height'ini berdi. Keyin bu yerda source'ga men bu videoni beryapti. Title'ga YouTube video player, frame border, allow degan, ichida masalan tezlashtirishni qo'ygan, avtomatik qo'yish, hamma shu narsalarga ruxsat beryapti. Keyin policy'ni beryapti. Yaxshi, keyin allow full screen'ni beryapti. Allow full screen degani, ya'ni ekranga katta qilib ochsa bo'ladimi yo'qmi o'shani aytyapti. Xo'p, tak buni o'chiramiz. Ko'rib turganingizdek saytga o'tamiz. Biz saytimizga YouTube'ga integratsiya qildik, ko'rdinglarmi? YouTube'dagi videolarni qo'ydik. Xo'p, buni bossak.
Mana endi Google kartani ham qo'shsak bo'ladi saytimizga. Masalan, Google Maps deymanda. Deylik, buni bosib turib, man yozishim mumkin. Masalan, yozishimiz mumkin bu yoqqa Egyptni bosaman. Mana bu yoqdan share tugmasini bosamiz. Keyin nima qilsak bo'ladi? Embed map bor, buni copy qilaman. Keyin o'zimizning saytga boramizda, buni ham qo'yamiz. Hop, nima bor? Ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek karta qo'shildi. Kartani bemalol ishlatsak bo'ladi. Mana bunda ham allow full screen degan yo'q bormi yo'qmi? Uje buni olib tashlasak ham bo'ladi. Bunda bemalol keyin full screen qilib ishlatsak ham bo'ladi. Lekin buni поддержка qilmas ekan. Google karta full screen qilishi, ya'ni qo'llab-quvvatlamas ekan. Ham heytlarni o'zingiz o'zgartirishingiz bo'ladi. Masalan, Vitsga men 100% bersam, ekranimiz 100% ni oladi. Mana YouTube'ga ham shunaqa 100% bersak bo'lardi. Xohlasanglar beraveringlar. Bersanglar ham, bermasanglar ham bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek YouTube ham o'tdi. Mana balandligi o'tdi. Buni masalan kattaroq qilishimiz kerak va 500 piksel desak. Ko'rib turganingizdek bemalol videomizni kattartirdi. Xo'sh, bu o'zi iframe nima degani? Iframe bu veb-sayt ichiga veb-saytni qo'yib beradi. Xo'p, qaranglar. Buni o'zimiz customni yasaymiz qo'ldan. Buni hozir o'chirib turaman. Nima qilaman? Bu yoqdan yana bitta index emasda, masalan, second HTML deyman, ikkinchi HTMLimiz. Keyin bu yoqda shortcut bor, oson usuli. Boyagi narsani shunday qo'lda yozdik-ku, unaqa qilib o'tirmaymiz. Uni to'g'ri bosib turib, enter bossak, o'zi avtomatik qo'shib beradi. Xo'p, bu yoqda nimalarni qo'shib berdi? Ko'rib turganingizdek, metani qo'shib berdi. Bu nima narsa? Meta. Bu qo'shimcha ma'lumotlar. UTF-8 bo'lishi kerak. Bu tekstlarning formati hisoblanadi. Keyin bu yoqda meta yana bitta xuddi shunaqa qo'shimcha ma'lumot. Name viewport beryapti. Bu responsive qilib beradi veb-saytimizni. Ya'ni nima degani? Device masalan enni bo'yini o'lchab turib responsive qiladi. Hali buni CSS paytida rosa o'tamiz. Kerak bo'ladi bu narsa. Juda muhim narsa hisoblanadi. Lekin hozir boshlarni ortish xohlamayman bu narsa bilan. Shuning uchun bunga e'tibor qilmanglar. Xo'p, deylik bu yoqda masalan H1 yozamizda. Ikkinchi sahifa. Saqlanib qilaman. Keyin buni biz shu veb-saytimizni ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni veb-sayt ichiga veb-sayt qo'ymoqchimiz. Qanaqa qilib qilamiz? Ya'ni bu yoqdan o'zimiz iframe ochamiz. Iframe bosdim. Endi source'ga biz HTMLimizni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni second'da. Qani beramiz? Mana ko'rib turganingizdek ikkinchi sahifa. Agar men bu yoqqa borib turib, masalan, body'ga style beraman, background color beraman, buni masalan blue qiladigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek veb-saytimiz bu rangi ko'k, lekin boshqa veb-sayt ichida boshqa veb-saytda qo'yamiz. Xuddi o'zimizning veb-sayt ichida Google kartasini, keyin YouTube'ga qo'yganimiz kabi o'zimiz saytimizga boshqa saytlarni ham shunaqa qo'ysak bo'lar ekan. Bu iframe deyiladi. Xo'p, yana nimalar qoldi bizda? Tak, HTML ga o'tdik. Xo'p, juda asosiy kerak bo'ladigan narsalarni o'tdik. Xo'p, formatga o'tamiz. Xo'p, bu yoqda nimalar bor? Men bularni tez-tez o'tib ketamiz. iframe o'chirib turaman. Xo'p, tekstlarga bog'liq yana tekstlarni formatlash usullarimiz bor. Xo'p, b-tag. Masalan, buni ichida masalan tekst yozishim mumkin. Bold. Ya'ni qalin tekst. Ya'ni buni ochsak, ko'rib turganingizdek, bunaqa to'q rangda bo'ladi. Kelinglar, mana shu tepadagi aniqlarni ham kommentariyaga olib turamiz. Orqaga qaytaramiz. Buni ham kommentariyaga olamiz, alohida. Xo'p, buni ham alohida olamiz. Bold qalin. Buni B bilan yozdik.
Ana endi nimalar bor bizada? Strong bor. Xo'p, strong deb yozaman. Strong ichiga yana strong deb yozaman. Bu muhim. Muhim bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bitta qatorga o'tib ketib qolyapti. Uning uchun o'rtaga nima berishimiz kerak? BR berishimiz kerak. Nima farqi bor bu bilan buni desanglar, bu prosta tekstni bold qilib bersa, bu muhimligini anglatadi. Ya'ni brauzer uchun bu tekst muhim. Ya'ni saytinglarda kimdir nimadir ma'lumot qidiryapti. Muhim ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, sizlar o'shani strongga berib ketsanglar, Google o'zi topishga osonroq bo'ladi. Buni ham hali keyinroq o'tamiz. Tak. Xo'p, keyin tekstimizni italik qilsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga i'ni yozib turib, tak italik text. Yotgan tekst bo'ladi. Bu bunaqa bo'lib qoladi. Keyin bu yoqqa ham BR bersak yaxshi bo'ladi, chunki keyingi qatorga o'tkazamiz. Xo'p, yana nimalar bor bizada? Xo'p, bu yerda emphasize degani bor. Urg'u berish degani M. Urg'u deb qo'ya qolaylik. Urg'u berish. Hop, hammasi katta harfda bo'lib qolibdi, hech qisi yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu bir xil italik, bu urg'u berish. Buni ham brauzer ishlatadi. Sizlar o'shaning uchun buni ham nima deydi? Inobatga olib qo'yishinglar kerak. Farqi. Bu italik bo'ladigan bo'lsa, bu tekstga urg'u berish. Keyin bizda mark degani bor, ya'ni highlight qilish. Yozaman, tak mark deyman, buning ichiga qanaqa tushuntirsak bo'lar ekan? Bo'yalgan tekst. Belgilangan deymizmi, bo'yalgan deymizmi? Xo'p, mana ko'rib turganinglardek, bu rangi bo'yalgan bo'ladi. Xo'p, keyin bu yerda bizada small bor, deleted bor, masalan, ko'p rosa o'rganaman desanglar narsalar ko'p, lekin hammasini yoddan bilishinglar shart emas. Chunki programmist degani bu polniy hamma narsani yodlab yuradi degani, yoddan bilish kerak degani emas. Bemalol Google da ishlatib, o'zingizga kerak bo'lgan narsani yozib tashlashinglar bo'ladi. Del nima degani? Ya'ni chiziq tortilgan, o'chirilgan. Bu juda deyarli kamdan kam ishlatamiz bu narsalarni. O'shaning uchun dokumentatsiya qarab ko'rsatyapman. Lekin bilishinglar kerak, bu insert degani, bu sub bilan subga o'tdik, shu qolganlari ins ham ko'rsatamiz, mayli. Tak. Insert degani. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, tagiga chiziqcha chizib qo'yadi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, bizda shuncha format bor. Bemalol o'zingizga kerak bo'lganini olib ishlatsanglar bo'ladi. Buni ham kommentariyaga olib qo'yamiz. Xo'p, nimaga o'tamiz? Keyin quotation bor. Ya'ni nima? Bu qanaqa narsa? Try yourself qilsak, shu yerdan masalan, birov gapini nima deydi? Bizda qo'sh tirnoqga olamiz, xuddi shunaqa qo'sh tirnoqga olish degani bu ham. Bu ham unaqacha muhim narsa emas. Bu yerda mana kommentlarni o'tdik. Colors kerak emas bizga, CSS kerak emas, chunki CSS alohida o'tamiz. Sizlar bilan qanaqa qilib tablitsa yasashni o'rganamiz. Mana bunaqa tablitsa yasashimiz kerak. Qanaqa qilamiz buni? Xo'p, bular bu yerda CSS yozilgan. Bizga CSS shart emas. Biz o'zimiz ruchnoy yozamiz. Chunki yodlab olganmiz desam. Xo'p, buning uchun table deb yozamiz. Xo'p, o'zi table nima? Qanaqa? O'shani tushunishimiz kerak. Table ya'ni jadval bo'ladi. O'zbek tilida jadval nimalardan tashkil topgan? Jadvalda har bitta ustunni o'zining nomi bor, ya'ni header bor, to'g'rimi? Keyin bu yerda datasi bor, qatori bor, data ya'ni ma'lumot bor. Xo'p, nima qilamiz? Bu yerda qisqartirib yozamiz. th deymiz. yoki t-head desak ham bo'ladi. Xo'p, deylik t-head deylik. T-head deshida nima deymiz? Table head yozamiz, buni ichiga yozamiz, deylik ism. Adashmadimmi? Kodiga qaraymiz.
Hop. Qani o'zimizga ochaylikchi. Ism, hop, yaxshi. Deylik, yoshi, ismi deylik, bir xil bo'ladi. Ismi, yoshi, deylik, jinsi. Hop, mana bu bo'ldi. Ana endi table body'sini yozamiz. Table body degani T body, ya'ni tablitsani tanasi. Bu yerda TR deymiz, ya'ni table row degani qator degani. Keyin row bo'lsa, har bitta qator ichida nima bor bizda? Ma'lumot bor, ya'ni data bor. Bu yoqqa TD deb yozaman, table data degani. Ya'ni yoshi mumkin Abdul Bori, hop, Malikov. Keyin yana buni copy paste qilaman-da. Yoshim masalan, deylik yoshi 30 da. Keyin yana bitta qo'yamiz. Bu yoqqa jinsi alhamdulillah erkak. Saqlanib qilamiz. Tak ochamiz. Mana ko'rib turganingizda ismi, yoshi, jinsi. Lekin ko'rib turibsizlar, bu tablitsaga o'xshamaydi, chunki bunga biz dizayn berganimiz yo'q. Dizayn bersakkina bir chiroyli tablitsaga o'xshab qoladi. Qanaqa qilib dizayn beramiz bunga? Xo'p, bu yerdan table styling o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu CSS. Aytdim-ku, dars boshida aytganimda, ya'ni insonni oldingizdan bir go'shi yo'q, bir terisi yo'q, faqat bir skeleti bor inson chiqib qolsa, shunga o'xshab qoladi-da. Buni hozir dizayn berib o'tirmaymiz. Buni CSS darsimizda dizayn berishni o'rganamiz. Bu asosan mana o'sha tablitsa hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana yoshini tagiga yoshi, jinsini tagiga jinsi, ismini tagiga ism tushyapti. Xo'p, tablitsa esa asosan shunaqa. Juda murakkab ko'rinishi mumkin, lekin o'zi aslida murakkab emas. Nima qilamiz? Table ochamiz. Table ichida head ichiga yana th degani table heading'i. Keyin bu yerda table row, agar ikkita qator bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozsanglar, mana ketma-ket tushadi. Mana shunaqa datalarimiz ko'payib ketaveradi. Sodda qilib aytganda, xuddi shunaqa qilib tablitsa yasaymiz. Xo'p, buni ham kommentariyaga olamiz. Qanaqa mavzularimiz qoldi bizada? Xo'sh, buni o'chiramiz. Bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Chalg'itadi bizani. Xo'p, bular headers bor, size, border. Xo'p, bular hammasini CSS darsda o'rganamiz, chunki buni tushunishimiz uchun biz dizayn ishlatishimiz kerak. Hozir dizaynni ishlatsak, juda darsimiz murakkablashib ketib qoladi. Shuning uchun tushunmaymiz. Listlarni o'tdik. Xo'p, bizda ikki xil element bor. Inline keyin block element bor. Buni yozamiz HTML inline versus block deymiz. Xo'p, mana qaranglar, mana bu yerda nimalar bor. Ochamiz, Stack Overflow. Juda ham zo'r sayt. Ko'p narsani tushunishga yordam beradi. Mana ko'rib turganingizdek, bizda block element o'zi kichkina bo'lsa ham butun joyi egallaydi. Ya'ni butun joyi egallaydi degani, undan keyingi element uni yoniga tushmaydi. Undan pastga tushadi. Agar inline bo'ladigan bo'lsa, bu qancha bo'lsa o'shancha joy oladi, qolgan qismini keyingi elementga bo'shatib beradi. Masalan, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda birinchi element, keyingi element, mana biz BR qo'yib ikkinchi qatorga tushirdik-ku, ular o'sha inline element edi. Inline elementga masalan bu yerdan kirib turib, mana inline ga o'tamiz. Mana ko'rib turibsiz, mana P bu block level element, ya'ni polni oladi. Div ham shunaqa. Keyin mana bular block level elementlar listi. Mana bizda span keyin bu taglarimiz. Ya'ni bular nima? Bular ya'ni nima edi? Inline, ya'ni o'zi qancha bo'lsa o'shancha joy oladi. Qolgan joyi keyingi elementga bo'shatib beradi. Keyingi elementni keyingi qatordan tushishiga majburlamaydi bular. Bularni bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi biza yana bitta muhim bo'lgan
anaqa mavzuni o'tamiz. Bu linklar. Xo'p, mana bu yoqda bizning ikkinchi sahifamiz bor. Bu yoqda bu birinchi sahifamiz. Yozamiz bu yoqqa H1 birinchi sahifa. Xo'p, endi deylik H2 yozdim. İkinci sahifaga o'tish. Xo'p, qanaqa qilib ikkinchi sahifaga o'tamiz? Deylik, mana buni bosgan paytimda men ikkinchi sahifaga o'tishim kerak. Qanaqa qilib qilaman buni? Buni H2 da qilmaymiz. Bu xato. Bunda qanaqa qilamiz? Bunda A tag yordam beradi. A ni bosib turib enter ni bossak, bizga href beradi. Href degani HTML reference degani. Ya'ni bu yoqqa biz keyingi HTMLimizni berib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni buni ustiga bosgan paytda ikkinchi HTMLga otgan, bizani otvorgan, o'tkazgan degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu yoqqa yozishimiz mumkin. Ikkinchi sahifaga o'tish, kopiya qilib olaman. Tashlayman. Keyin ko'rib turganingizdek mana link bo'ldi. Ustiga bossam, ya'ni ikkinchi sahifaga o'tyapti. Bu page'imiz, ya'ni sahifamiz nomi document bo'lib qoldi. Orqaga qaytsam, mening birinchi saytim. Xuddi shunaqa. Mana bundan buni kopiya qilib olib, secondga borib, buni o'chirib qo'yaylik. Juda xunuk ko'rinyapti. Hop, style ham kerak emas bizga. Buni nima deymiz? Bu yoqqa qo'yib, second emasda index desam, buni birinchi deb bosib qo'ysam, birinchi sahifaga o'tish. Ko'rib turganingizdek, biz ikkinchi sahifadamiz. Birinchi sahifaga o'tishimiz mumkin, birinchi sahifadan ikkinchi sahifaga o'tishimiz mumkin. Bu ham juda muhim narsa. Keyin bu o'ziga yarasha xususiyatlar oladi. Masalan, bu yoqqa biz target deb yozib, blank beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Ustiga bosadigan bo'lsam, yangi sahifa ochadi. Ikkita tab bo'lib qoladi. Bir xil saytlarda ko'rgansizlar, haqiqatdan ustiga bossanglar, bu sayt joyida qoladi, yangi tab ochib o'shanga o'tkazadi. Buni o'shanda qilsanglar bo'ladi. Buni blank bermasanglar, avtomatik bitta tab ichida o'ynash mumkin. Shunaqa. Xo'p, yana nimalar qoldi bizada? Bizada yana asosiy narsalar bu yoqda div degan narsa bor. Divider, ya'ni elementlarni bo'lib beradi. Masalan, deylik bizada xo'p b tagimiz bor. Ya'ni bold yozamiz. Xo'p, inline deymiz. Sahih qilib ikkinchisini qo'yaman. Xo'p, saqlanib qilamiz. Tak, brauzerimizni ochamiz, endi tekshirib ko'ramiz. Orqaga qaytdim. Mana ko'rib turganingizdek inline 2 bitta qatorda turibdi. Xo'p, qanaqa qilib buni alohida qatorga o'tkazsak bo'ladi? Birinchi yo'l BR, bu yaxshi yo'l emas. Ikkinchi qatorga o'tdi. Ikkinchi anaqa buni birorta bir elementga o'rashimiz kerak. Ya'ni divga o'rashimiz kerak. Div bizda block level element. Hop, buni ham olib turib, buni ham div ichiga o'raymiz. Ko'rib turganingizdek, nima deydi? Bir xil rezultat. Ya'ni BR ishlatdim nima, div ishlatdim nima. Aytishinglar mumkin BR osonroq-ku deb. Lekin bu yoqda boshqa narsalar ham bor. Ya'ni bu har xil elementlarni, ya'ni div, masalan, sizlarda paragraf bo'lishi mumkin, qanaqadir tekst bo'lishi mumkin. Har bir nechta elementlarni guruhlab olishinglarga imkon beradi. Ya'ni CSS darsiga kelgan paytimizda tushunasiz, masalan, elementlarni guruhlab ularga style berishimiz mumkin. Masalan, bunga masalan buni orqa fonini, backgroundini, ya'ni nima qilishimiz mumkin? Red qilishimiz mumkin. Xo'p, buni kopiya qilib olaman. Bu yoqqa qo'yib, buni deylik, masalan, yellow qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, har bitta tekstga anaqa qilib o'tirmayman. Nima deydi?
background bermayman. Uni o'rab turgan onasiga, ya'ni ota-onasiga, parent deydi, ota-onasiga dizayn bersak bo'ladi. Masalan, bu yoqqa buni yopib turib, masalan, color white desam, buni teksti oq bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bu уже nima deydi? Ancha bizga flexibility, erkinlik beradi. O'shaning uchun buni ham o'zingiz uchun bilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, class bor, bizda ID bor. Shu bo'ldi, HTML deyarli tugadi. Desam xato, yana bir ikkita narsalar bor ekan. Xo'p, esimizdan chiqqan narsalar bor. Shularni ham to'ldirib o'tib ketsak juda maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, buni kommentga olamiz. Buni ham kommentga olamiz. Xo'p, aynan endi nima ish qilamiz? Biza sizlar bilan class. Xo'p, bu CSS ishlatiladi. ID ham class ham CSS ishlatamiz. Ya'ni CSS mavzusida men tushuntirib beraman yaxshisi. Hozir bunga bosh ortmay turamiz. Xo'p, bular hammasi CSS ga bog'liq narsalar. Biz nimani o'tamiz? Endi form yozamiz. Form yasaymiz. Xo'sh. Form uchun form yoziladi. Action bizga kerak emas. Hozir buni JavaScript mavzusiga kelgan paytda tushunamiz. Xo'p, bizda inputlar bor. Input yozaman. Type text dotni saqlanib qilamiz, ko'ramiz qani nima ekan o'zi input. Input mana bunaqa narsa. Sizlar o'zingizlar haqida qilinadigan ma'lumot yozasizlar. Xo'p, input o'ziga nimalar oladi? O'ziga placeholder oladi. Placeholder ichiga masalan ismingizni yozing deb yozib qo'ysangiz, yozing. Keyin refresh qiladigan bo'lsak, mana bu input o'zi haqida ma'lumot beryapti. Ya'ni bu inputga siz ismingizni yozishingiz kerak. Yozishni boshlaganingiz bilan bu placeholderda bergan tekstingiz o'chib ketadi. Keyin har bitta inputga masalan siz label berishingiz mumkin. Label degani belgi. Yorliq masalan tarjima qilib ko'rsak shunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p, for deyapti. Forga hech narsa bermaymiz hozircha. Bu yoqqa masalan ism. Xo'p, ko'rib turganinglardek ism bu yoqqa o'tyapti. Endi ID beramiz. ID nima degani? Masalan, har bitta fuqaroning o'zini ID kartasi bor. ID karta, ya'ni meni ID kartam bilan siz ID kartangiz nima bir-biriga bilan o'xshamaydi. Ya'ni menikida seriya nomeri bor boshqa, siznikida boshqa. Boshqa ma'lumotlar to'g'ri kelgan bilan seriyasi, ya'ni ID raqami to'g'ri kelmaydi. Chunki bu to'g'ri kelsa, bu ID kartaligi qolmaydi-da. O'shaning uchun har bitta elementga ID berganingizda o'sha IDni takrorlab boshqa elementga bermasligingiz kerak. Masalan, bu yoqqa ism yozaman. Bu yoqqa ham forga ham ism yozaman. Bu nima degani? Ism ustiga bossam, bu ikkalasini bog'lab qo'ydim. Ya'ni buni bossam, men bu ism IDli inputni bosgan ustiga degan ma'noni bildiradi. Xo'p, ana endi inputlarning turlari bor bizda. Xo'p. Buni olaman-da, bu yoqqa qo'yaman. Bu yoqqa masalan email deb yozamiz. Email. Type'ga nima deysiz? Type'ga email deysiz. Ya'ni bu yoqda ismingiz emas, email deb qo'yamiz. Mana bu yoqqa masalan men yozib turib email bo'lmasa, keyin submit qiladigan bo'lsam, ya'ni yubormoqchi bo'lsam aytadi, deydi bu emailga o'xshamayapti deydi. Email bo'lish uchun bunaqa yozishingiz kerak, nimadirlar yozishingiz kerak deydi. Formatini tekshiradi. Xo'p, buni ham keyinroq ko'ramiz. Hozir button qo'shganimizdan keyin ko'ramiz. Davay button qo'shamiz. Button yozamiz. Type deymizda submit. Deylik yuborish emas, deylik saqlash deylik. Soddaroq bilan saqlash. Ko'rib turganingizda, masalan, bosadigan bo'lsam, men yozib turib, bosadigan bo'lsam, please include mana aytyapti. Uje ogohlantiryapti. Bu email emas, email bo'lish uchun men bu @signni qo'yishinglar kerak bo'ladi, deyapti. O'shaning uchun type email bo'lgani bizga foyda. Yana bitta type'imiz bor. Har doim ishlatamiz bu narsani. Bu nima narsa? Bu password, ya'ni parol. Type'ga nima deymiz? Password desak, men buni ham placeholder ham password deb qo'yaylik. Password.
Ana endi nima, bunga yozsam, yozgan narsam ko'rinmaydi. O'sha nuqta bo'lib qoladi. Bu password type. Ana endi nimalar bor? Bu yerdan men HR yozaman. Bitta liniya tashlaymizda input deb yozaman. Xo'p, qanaqa typelarimiz bor? Bizda checkbox bor. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa checkbox qo'shsak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari nima bor? Bizda color bor. Xo'p, color bor, ranglarni oladigan. Keyin undan tashqari nima bor bizda? Date bor. Bu kalendar ochib beradi. Siz sanani tanlashingiz mumkin. Undan tashqari nima bor? Yana date, time degani bor. Bu qanaqa bo'ladi? Sarhind qilamiz. Buni ba'zi brauzerlar ochadi, ba'zi brauzerlar ochmaydi. Date time local'lar lekin ko'pi ochadi. Bunda nima? Bunda siz soatda ham tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni forma to'ldiryapti, kimdir o'sha soat ham kerak bo'ladigan bo'lsa, soatda ham qo'shib tanlasangiz bo'ladi. Xo'p, juda ko'p input turlarimiz bor. Masalan, yana qanaqa bulardan qanaqalari bor desangiz, ko'ramiz birga. Xo'p, fayl bor. Faylni bosadigan bo'lsak, mana ustiga bossak, faylni tanlasak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek faylni qo'ysak bo'ladi. Hozir no thanks deymiz. Xo'p, yana qanaqa turlarimiz bor bizda? Xo'sh, image bor, months bor, mana number. Number ham ko'p ishlatiladi. Numberni qo'yadigan bo'lsak, xo'p, saqlanib qildikmi? Xo'p. Bu yerda bunaqa knopka qo'shib beradi. Ko'paytirsanglar bo'ladi, kamaytirsanglar bo'ladi. Shunaqa input turi ham bor. Xo'p, keyin yana nimalar bor bizda? Date ko'rdik, emailni ko'rdik, months oson. Xo'p, reset degani bor, search bor, submit bor, tell bor, text bor. Bularni o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Juda oson, unaqa qiyin joyi yo'q. Xo'p, shu bilan HTML darsimizga yakun yasaymiz. Xudo xolasa mana shu narsalarni bilsanglar, qolgani yo'l-yo'lakay bo'lib ketadigan narsa. Dasturlashda hech qachon biror narsani yodlab olmanglar. Yodlash o'zinglarni zararinglarga xizmat qiladi. Nimaga? Yodlagan odam esidan chiqib ketadi. Keyin ko'p vaqt oladi. Sizlar mazmunini tushuninglar. Qayerdan nimani ishlatish kerak, qanaqa qilib qidirish kerak, nimaga qarab yozish kerak. Shunaqa narsalarni o'rganinglar. Hech qachon uyalmanglar Googledan qidirishga. Eng katta zo'r dasturchilar ham hammasi baribir internetdan qaraydi. Internetdan qaramasdan qilish imkoniyati yo'q, chunki shuncha ma'lumotlarni yodlab qolish kimga kerak? Mana tayyor narsa turganda bemalol ochib ko'rsanglar bo'ladi. O'shaning uchun mazmunini tushunib olsanglar bo'ldi, boshqa narsa qiziq emas. Men ham boshida o'rganganimda yodlab olishim kerak degan narsa bo'lgan, lekin yodlab olish вообще kerak emas umuman. Umuman yodlab olish shart emas bizga. Asosiysi nimani qayerda ishlatishi, nima qanaqa vazifa bajarishini bilib olsanglar bo'ldi. Qolgan narsa juda oson. Xo'p, hammanglarga rahmat kattakon. Darsimiz yoqqan bo'lsa, do'stinglarga ulashib qo'yib, bitta like bosib qo'ysanglar, ancha menga yordam bo'ladi. Rahmat kattakon hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.